Jalila 6 sot yer maydoniga ega, 4 xona kirib yashashga tayyor uyi bor, qo'shimchasiga yana 3 xonani ko'tarib tomini yopib qo'ygan. 43 ming dollarga berib yuboraman deyapti. Agar shunaqa Andijondagi arzon uylarni birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qadam joyiga обязательный подписка bosib qo'ying. Hozir men sizlarga uyni to'liq ko'rsatib chiqaman. Uyimizga kirishimiz bilan chap qo'lda bizni bir qator bo'lib tushgan birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz tayyor va aytganimdek 3 ta xonani ko'tarib tomini yopib qo'ygan. To'g'ri desa, ikkita kichkina xonasi bor hamda bu yerda esa hammom, hojatxona joylashgan. Uyimizni ko'ryapsizlar, o'zini agarodlari ham bor, bemalol chorvachilikda yoki nima maqsadda bo'lsa foydalansanglar bo'ladi. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz yo'q, mana ko'mirdan foydalanishyapti, lekin svet suvdan muammosi yo'q. Kanalizatsiyaga keladigan bo'lsak, uyga o'zlari kanalizatsiya kalso tashalgan ekan. Uyimizning narxi 43 ming dollar deyapti. Pastda egalari nomeri bor. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Manzilga keladigan bo'lsak, Hortim svetofordan o'ngga kirganda 1 kilometr ichkarida joylashgan. Siz ham uyingizni bekarga reklama qilmoqchi bo'lsangiz, qadam joyiga podpiska bosib, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing, biz reklama qilib beramiz. Zora sotilib ketsa. Hammaga rahmat.